SMM mutaxassisida qanaqa soft ko'nikmalar bo'lishi kerak? Xo'p, SMM mutaxassisida bo'lishi kerak bo'lgan soft ko'nikmalar, yumshoq ko'nikmalar birinchi o'rinda kirishimlilik, jamoani boshqara olish. Muammo kelib chiqqanda muammoni yechimlari bilan tadbirkorga kelib chiqish kerak. Ko'pchilik SMM mutaxassislarda boshqaruvchilik qobiliyati yo'q. U bo'lgan taqdirda ham muammoga yechimni o'zi hal qilmoqchi bo'ladi. Hal qilish yaxshi o'zi, lekin tadbirkorga aytmaydi. Men so'rab qo'ygan bo'lardim, shu muammo chiqdimi, tadbirkor bilan so'ng boshini qotirish kerak demoqchi emasman. Chiqish kerak, albatta eng kamida 2 ta yoki 3 ta muammoning yechimi bilan chiqish kerak. Xo'p. Undan tashqari esa mutaxassisda o'zida yo'q bo'lsa ham hard skilllar qaysi dasturchilikni bilmasligi mumkin. Lekin dasturchini topib, yaxshisini gaplashib, unga ishda buyurib, muvaffaqiyatli holatda tadbirkorga topshirish ko'nikmasi ham bo'lish kerak. Men bilmayman-ku, qo'limdan kelmaydi degan narsa bo'lmasligi kerak. Bilasanmi desa, hal qilamiz deydigan darajada bo'la olish kerak.